Temdan fazoda vektorlar mavzusiga taalluqli bo'lgan test z ning qanday qiymatlarda berilgan vektorning uzunligi 11 ga teng bo'ladi. Testni yechishga o'tamiz. S vektorimiz berilgan 2-9g plus zk vektori berilgan va uning uzunligi, ya'ni moduli 11 ga teng bo'lsa, z qiymatini topishimiz kerak. I, G, K vektorlar haqida buning uchun ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Fazoda I, G, K vektorlar, ya'ni I ning koordinatasi 1 0 0, G niki 0 1 0, K niki 0 0 1 bo'lib, bular o'zaro perpendikulyar bo'lgan birlik vektorlar hisoblanadi. Endi S ning koordinatasini topish uchun I ning qiymatini qo'yishimiz kerak, G ning koordinatalarini va K ning koordinatalarini qo'yib, birinchi S ning koordinatalarini topib olishimiz kerak. Ya'ni S vektorimiz teng bo'ladi 2i, 2 ko'paytiruv I ning o'rniga 1 0 0 qo'yaman. Minus 9 G ning o'rniga 0 1 0 qo'yaman. Plus Z ko'paytiruv K ning o'rniga 0 0 1 qo'yaman. Endi S ning koordinatalarini topaman. Ya'ni vektorning koordinatalari bo'yicha qo'shish qoidasiga asosan, ya'ni birinchi songa ko'paytira olaman, 2 0 0 bo'ladi, 0 minus 9 0 bo'ladi, 0 0 Z bo'ladi. Keyin qo'shsam mos koordinatalarni qo'shishim kerak. Bu 2 bo'ladi, bu 0 bo'ladi, bu ham 0. Ya'ni qo'shsam 2 ning o'zi bo'ladi. Endi barobar qo'ymay bunga men bundoq qilib yozay bo'lmasa, ya'ni 2 ning o'zi bo'ladi bu. Xo'p, 2 kara 0 0, 2 kara 0 0. Ya'ni bu ikkita koordinatasi 0 bo'ladi. Bunda minus 9 buniki 0. Qo'shsak minus 9 bo'ladi ikkinchi koordinatasi. Uchinchi koordinatasi ikkalasida ham 0, 2 kara 0 0, minus 9 0 ko'paytsam 0 и z o'zi qo'shsam z plus 0 plus 0 z o'zi bo'ladi. Endi vektorning 3 ta koordinatasi berilgan x, y, z, uning moduli 11 ga teng deyilgan bizda 11. Xo'p, endi moduli yoki uzunligi, vektor uzunligini topish uchun o'sha berilgan koordinatali vektorning koordinatalarini kvadrat ko'tarib qo'shib ildizdan chiqarsak 11 chiqishi kerak. Ya'ni vektor uzunligi shunday topiladi. Masalan, S vektorining moduli teng bo'ladi. Ildizda birinchi koordinatasining kvadrati 4 plus ikkinchi koordinatasining kvadrati 81, 9 kvadrati plus z kvadrat uchun topishimiz kerak 11. Ya'ni tenglama berilgan bo'lsa, mana tenglama bo'lsa, ikkala tomonni kvadrat ko'tarib olsak, bu 84 plus 81 plus z kvadratni yozay, barobar 121. Shunaqa qilib yozay. 81 minus bu bo'lsa 40 qoladi, 4 minus bu bo'lsa keyin 36 bo'ladi. Ya'ni z kvadratimiz 36, z imizning qiymati plus minus 6. Berilgan testimiz javobi C. Bu test professional ikkinchi qismida olindi.